Assalomu alaykum, hurmatli video kuzatuvchilar. Demak, bugungi videoda biz elektron raqamli imzoni yuklashni va o'sha sizda mavjud elektron raqamli imzodagi parollarni hozirda o'sha parollar harflar va sonlardan o'zi avtomat qo'yib beryapti elektron raqamli imzo olganingizda va judayam nima desam bo'ladi, parolni eslab qolish qiyinchilik tug'diryapti foydalanuvchilarga. Demak, birinchi imzoni yuklashni ko'rsatib o'taman video davomida va keyin o'sha parolni o'zgartirish va o'sha mavjud yozuvdan chiqib qolgan parollar bo'lsa, bu parollarni ham qayta tiklashni ko'rsatib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda elektron raqamli imzo saytiga kiramiz va elektron raqamli imzoni yuklash uchun pastda e-imzo bo'limini tanlaymiz. Bu yerda o'sha birinchisida turganini tanlab, yuklash giperhavolasi ustiga bosamiz. Demak, bu yerda o'sha kompyuteringizdagi foydalanish mumkin bo'lgan aynan birinchisidagi emas, boshqalarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yuklab bo'lgandan so'ng hozir zip faylni yuklayapti. Bu zip faylni, ya'ni ichiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Zip faylni ichiga kiraman. Xo'p, bu yerda mana e-imzoni ustiga bosamiz. E-imzoni parolini kiritamiz. Xo'p, 2023-232 bu parol o'zgarmaydi, doimo bir xil turadi. Demak, dani bosamiz ustiga. Demak, dalay установить bosamiz. Keyingi navbatda o'sha elektron raqamli imzoning eng oxirgi versiyasini kompyuteringizga o'rnatib olgan bo'lasiz. Endi keyingi bajaradigan ishimiz bu yerda elektron raqamli imzoni parolini o'zgartirish. O'zgartirish uchun demak, My soliqqa kirib olamiz. Bu yerdan demak, o'zgartirmoqchi bo'lgan kalitni tanlashingiz kerak bo'ladi. Deylik, men o'sha jismoniy shaxs ключim parolni o'zgartirmoqchiman. Bu yerda parolni o'zgartirish giperhavolasi bor. Parolni o'zgartirish giperhavolasini ustiga bosamiz va bu yerda aytyapti. Xo'p, ogohlantiryapti. Demak, kalit parolni o'zgartirganingizdan keyin parolni tiklash funksiyasi demak yordam bermaydi deyapti. Bu yerda OK'ni ustiga bosamiz. Xo'p, yana bir marta ogohlantiryapti. Согласно qilamiz. Bu yerda endi mavjud parolni yozishimiz kerak. Birinchi o'sha eski parolni yozamiz. Keyin o'zgartirmoqchi bo'lgan parolimizni yozamiz. Yana bir marta yozamiz. Demak, bir marta mavjud parolni eski parolni yozamiz, ikki marta o'sha o'zgartirmoqchi bo'lgan parolni yozamiz. Demak, eslatib o'tishim kerak, aytib o'tishim kerak bu yerda. Bu parolni o'zgartirishimiz faqat mana shu kompyuterdan siz kiryapsiz, misol uchun soliqqa kirasiz, boshqa demak saytlarga kirasiz, bu ключ orqali faqat o'zingiz uchun ishlaydi. Demak, bu ключni, parolni butunlay o'zgartira olmaysiz. Faqat o'zingiz uchun o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, o'zgartirib o'zingiz foydalanasiz, lekin boshqa pользовательlar, boshqa foydalanuvchilar o'sha eski, o'sha qiyin paroldan foydalanib yuradi ular. Demak, shunday qilib o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi amaliyotimiz bo'lsa, demak, sizda o'sha mavjud parol bor edi, esdan chiqarib qo'ydingiz bu parolni. Buni qanday qilib, demak, tiklab yoki o'zimizga o'sha yana bir o'sha parolni eslatib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun e-imzoga kiramiz va bu yerda elektron raqamli imzo parolni olish, mana parolni olish bo'limi bor. Buni ichiga kiramiz. Bu yerda mana bu yerdagi rasmdagi sonlarni, harflarni mana bu yerga yozishimiz kerak. M K A K X. Demak, o'sha esingizdan chiqarib qo'ygan, demak, ключni tanlashingiz kerak bu yerda. Buni tanlaymizda parolni olish giperhavolasi ustiga bosamiz. Demak, avval foydalanganligim uchun bu yerda yozuv chiqyapti. 5 daqiqa oldin o'sha qayta urinib ko'ring deyapti. Demak, bu yerda sizda o'sha mana bu yerdagi elektron raqamli imzo ulangan jismoniy shaxsga o'zi yuboradi avtomat. SMS tarzida o'sha elektron raqamli imzodan keladi SMS, o'sha paroli bo'ladi. Endi keyingi amaliyotimiz bo'lsa, elektron raqamli imzoni shaxsiy kabinetida olib boradigan amaliyotlarimiz. Demak, buning uchun e-imzo saytidan shaxsiy kabinetga kirish giperhavolasi ustiga bosamiz. Demak, ключni tanlaymiz. Bu yerda jismoniy va yuridik shaxs bo'lib ham kirish mumkin. Kirishni bosamiz. Parol bilan tasdiqlaymiz kirishni. Demak, bu yerda kirganimizda mana ko'rishingiz mumkin.
Demak, bu elektron raqamli imzoda men jismoniy shaxs bo'lib kirdim. Jismoniy shaxs kabinetda elektron raqamli imzoda. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin 2022-2023 yildagi mana olgan o'sha parollarim. Parol emas, bu yerda o'sha elektron raqamli imzolarimni ko'rishim mumkin. Bu yerda aktivi ham bor, mana bitta aktivi faoli bor. Bu yerda o'sha faolini to'xtatib qo'yishim mumkin yoki sizda deyli o'sha elektron raqamli imzoni, demak, fayl ko'rinishidagi shakli yo'q. Buni ham yuklab olishimiz mumkin. Sertifikat yuklash bo'limi orqali yuklashimiz mumkin. Yoki bu yerdan ham parolni yuborish giperhavolasini orqali, demak, parolni yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu kabinet orqali, demak, biz elektron raqamli imzo ham olishimiz mumkin bo'ladi keyingi navbatda. Demak, shunday qilib elektron raqamli imzoni, demak, yuklash, keyingi navbatda parolni o'zgartirish va o'sha parolni qayta tiklash va mana shu amaliyotlarni bajarishni ko'rsatib o'tdik. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha